Yo, hozir bu yerda aqllar o'zini sherigi savdo qilyapti. Bolamsan bo'lishi mumkin-da. Yo, to'g'risi. To'g'rimi, Abdazar? Alloh berdi chorvadorlarga shunaqa naslchilikni qiziqtirayotganiga, to'g'risi. Borda. Olaman deb qoladi. $190 siz borsangiz hamma qimmat bo'lib ketadi. Toza narsani olib turamiz-da, akamiz narxi oshirmaydi. Toza uyimda oldi-da, mana. Qarang, bu yoq olayotgan odamga hisobini. Savdogar odam. U yoq qadriga yetgani uchun pul beryapti. Siz xursand bo'ling, O'zbekistonda ham $4000 ga qo'ya olayotganiga. To'g'rimi? Masala aytyapman-ku. Hali O'zbekistonda $1,000,000 ga qo'y sotyapti. Chorvadorni bir vaqtida ham, to'g'rimi? Katta go'zal ekan. To'g'rimi, Abdazar? Alloh berdi chorvadorlarga shunaqa naslchilikni qiziqtirayotganiga, to'g'risi. Bizim kolleksiyasimiz zo'r. Sha qo'yingni. Ey, Yo'qbek. Hammani oldida bitta to'xtang, bitta ish qiling. $4000 ga ras sotadigan bo'lsa soting buni, to'g'rida. Yo, hozir bu yerda aqllar o'zini sherigi savdo qilyapti. Bolamsan bo'lishi mumkin-da. Yo, to'g'risi. To'g'rimi? Ras sotadigan bo'lsangiz, qo'lini ushlab turib, Alloh barakasini berib olib chiqib qo'ying $4000 ga. Chaqiring, qani. Ey, mana shu yerda sotadigan bo'lsangiz, yo. Yetarli endi. Marta yo'q desang, bir marta yo'q desang qoladi shu.